nafar futbolchi bilan Saudiya maydonlarida qahramonlik qilgan o'zbek bo'rilari jahon chempionatidagi yurishlarni boshladi. Ronaldo faoliyatini tugatmoqchi. Futbol maydonidagi qurbonlar. Ortda qolgan haftada sport olamidagi yangiliklar tahlili bilan qisqa newsda hafta dayjesti. Joriy yil 20-aprel kuni 9 nafar sportchi bilan 11 nafar raqibga qarshi Saudiya maydonlarida qahramonlik qilgan o'zbek bo'rilari 5-noyabr kuni Dohada jahon chempionatidagi yurishlarni boshladi. Ilk o'yin o'zbekistonliklar uchun omadli kelib, futbolchilar Janubiy Amerika vakili Paragvayni 2-1 hisobida yengdi. 25-daqiqada Azizbek Abdumo'minov uzoq masofadan kuchli zarba yo'llab hisobni ochdi. Birinchi bo'limga qo'shib berilgan daqiqalarda uning o'zi o'ng qanotdan jarima maydoniga yetkazilgan to'pni raqib darvozasiga kiritdi. Ikkinchi bo'limda Paragvay faolroq o'ynadi va 89-daqiqada penaltidan hisobni qisqartirdi. So'nggi daqiqalarda raqib hisobni tenglashtirish uchun bir qancha vaziyatlarga ega bo'ldi, ammo o'zbekistonliklar darvoza daxlsizligini saqlab qoldi. Bu O'zbekiston U17 jamoasining kichik mundialdagi 4-ishtiroki hisoblanadi. Bosh murabbiy Islom Ismoilov shogirdlari navbatdagi o'yinni 8-noyabr kuni Irlandiya hamda 11-noyabr kuni Panamaga qarshi o'tkazadi. Ronaldo faoliyatini tugatmoqchi. 40 yoshni qarshilagan futbol afsonasi Cristiano Ronaldo faoliyatini yakunlash haqidagi savollarga aniq javob berdi. Jurnalistlar bilan bo'lib o'tgan suhbatda Ronaldo hali butsalarni mixga ilishga erta ekanligini ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, futbolchi o'yindan zavq olishni to'xtatgan kunining o'zida maydonni tark etishga qaror qabul qiladi. Faoliyatimni qachon yakunlashimni bilmayman. Har kuni hayotdan va futboldan zavq olishga harakat qilaman. Hozircha o'yin menga baxt bag'ishlaydi. Shuning uchun ham hali maydondaman, deydi portugaliyalik yulduz. Cristiano Ronaldoning sport karyerasi muvaffaqiyatlarga boy bo'lgan. U 5 marta oltin to'pni qo'lga kiritgan va tarixdagi ilk milliarder futbolchi hisoblanadi. Shuningdek, Cristiano Ronaldo o'zining pullariga o'ch emasligini britaniyalik jurnalist Piers Morganga bergan intervyusida aytib o'tgan. Futbolchi milliarderlik maqomiga yaqinda emas, balki 1 yil avval, ya'ni 39 yoshida erishganini va bunga oldindan tayyor bo'lganini ham ta'kidlagan. Futbolchining boyligi 1 milliard 400 million dollarni tashkil etadi. Ayni vaqtda u o'zining klubida ham faol ishtirok etmoqda va jamoasining muhim uchrashuvlarda asosiy tarkibda maydonga tushmoqda. Shunday ekan, Cristiano Ronaldoning katta futboldagi safarining yakunlanishiga hali vaqt bor va muxlislar uning ajoyib o'yinlaridan hali ko'p zavqlanadigan ko'rinadi. Millionlar o'yini maydoni ba'zilarga mashhurlik bersa, kimlar uchundir so'nggi manzilga ham aylanmoqda. O'tgan haftada Serbiya Superligasining 14-turidan o'rin olgan uchrashuv vaqtida fojiaviy holat sodir bo'ldi. Kragujevas klubi bosh murabbiysi bosniyalik mutaxassis Mladen Djidjovic o'yin vaqtida vafot etdi. Fojia uchrashuvning 22-daqiqasida Radničij 19:23 2-0 hisobida oldinda borayotgan paytda yuz bergan. Murabbiy o'yin zonasida o'zini yomon his qilgan va hushidan ketgan. Tibbiyot xodimlari darhol yordam ko'rsatib, uni hushiga keltirishga harakat qilishgan. Djidjovic tez yordam mashinasida shifoxonaga olib ketilgan, ammo yo'lda uning joni uzilgan. Guvohlarning aytishicha, murabbiy og'ir holatda yerga yiqilgan va shifokorlar kelganida u deyarli nafas olmayotgan bo'lgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Djidjovic oldin yurak bilan bog'liq sog'liq muammolariga duch kelgani taxmin qilinmoqda, biroq rasmiy sabablar hali e'lon qilinmagan. Djidjovicning vafoti haqida xabar o'yin davomida stadionga ma'lum qilindi. Bu esa futbolchilar va murabbiylar shtabini qattiq ruhiy zarbaga uchratgan. Eslatib o'tamiz, so'nggi oylarda futbol maydonidan qozog'istonlik 19 yoshli hujumchi Dias Tuleyo mashg'ulot zonasidan turkiyalik 28 yoshli O'g'uzxon Kamachi jasadlari olib chiqilgan. Bundan tashqari senegalik darvozabon Shayx Ture ham Ganada o'lik holda topilgan. Hafta dayjestimizdan o'rin olgan xabarlar shulardan iborat edi. Tahlil haqida sizning fikringiz qanday? Izohlarda yozib qoldiring. O'zbekiston va xorij sahnida yuz bergan voqealar tafsilotini birinchilardan bo'lib qisqa newsda kuzatib boring.